Assalamu alaikum, aziz ko'rarmanlar. Diqqatingizga Qozog'iston dunyosidagi Qudus Xo'jamiyarov nomidagi xalqimizning eng suyumli Uyg'ur akademiya va muzika komediya teatrining drama aktrisi, xalq talanti, teatrni ikkinchi oilasi deb hisoblab, harmay talmay emgak qilib kelayotgan Turdibuada Ablizova Alima qizi bugun bizda mehmonda. Turdibuada bugun bizning programmamizga xush kelibsiz hadi. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Rasm qaydi bo'yicha biz avvalamba mush kelgan mehmonlarimizni biroz tanishtirib o'tamiz. Marhamat. O'zingiz haqida, ishlaringiz haqida, teatr haqida qisqacha qilib aytib o'tsangiz. Endi mening tarjima holimni necha yillarda aytgan biladi ham o'qigan. Qisqacha qilib aytsam, ben Turdibuada Ablizova Alim qizi. Tug'ilgan jutum Uyg'ur nahiyasining Cho'ng Aqsu degan ajoyib bir go'zal tog'ning etigiga o'rnashgan bir chiroyli yeza, qadimiy yezlarni bir tug'ilib o'sganman. Aqsuda o'rta maktabni tamomlab, undan keyin Olmaotaga kelib, shu vaqtda Uyg'ur teatrining yanida birinchi dastlab tarix bo'yicha birinchi ochilgan aktyorlik studiyasi Şəgə egzamin topshirib tushdim. O'qidik 3 yil. Biz o'qiyotgan paytlarda shu bizdan bir qanchalik ne ilg'or yigit qizlar shu vaqtda san'atga qiziqqan, san'atga shayda yigit qizlarimiz bo'lgan. Biroz ishlaganlar bor, ishlab o'tib ketganlar bor. Ularning orasida hamma xalqimizga, muxlislarimizga tanilgan ajoyib aktyorlarimiz bo'lgan. Sultan Isroilov, Gultekin Shamsuddinova, Madaniyat Hashimova, Bilim Mamudayev, yana nurg'un Qurbonjon Mansurov. Mana shular bemezgil alamda o'tib ketdi. Adam bo'lsa, hamisha har kuni bo'lmasmi bir necha qatim yosh vaqtini, bo'libmi student, talaba vaqtlarini bak o'ylaydi. Bo'libmi yosh o'tgan sari nemishkidu, student vaqtlar, yoshlik, go'zallik, sho'xlik chog'lar odamning esi to'lib keladi. Mana shu chog'da men shu bil o'qigan ajoyib insonlarni eslayman hamisha. Studentlik oltin davringiz bu. Ha, va shundaqla biz shu vaqtda shu aktyorskiy fakultetni bitirib teatrga kelgan paytimizda teatrda men degan bizning adib ustozlarimiz, sahna pirlari, sahnada sahnaning qirida o'ziniki baxtini topgan, sahnaning qiri orqali xalqimizning tarix, adabiyot tilini namoyon qilgan ajoyib aktyor, aktrislarimiz şu cümleden Ahmet Şamiyev'la, Meryem Semetova, Rızvangül Toxtanova, Mirxilil Zaynavdinov, Amina Musayeva, Ruşangül İlahunova, Mehber Bakiyev, Çolpan Salimova, Rihan Marupova, İzzetgül Nurmetova, Kadir Azganla, G'ofurjon Akkam, Karim Zakirov, Shaymakamla, İkrim Masimov, To'xtaxon Baxtiboyev mana o'zimga keyingi vaqtlarda nurg'un sahnlarda birga rollarni o'ynadim. Endi nimasi bilan atab o'tdim. O'tmishsiz yo'q bugunsiz ata deydi. Men o'tmishni hamisha eslayman. Bo'libmi shundaq san'at turlarimizni eslamay, qandoq men qadam qo'yma ulug' sahnaga, muqaddas sahnaga eslayman albatta. Bo'libmi mana shu bir yil Yangilaşni teatrni remont qilib, sahnalar ochilganda, birinchi kuni bizni repetisiyaga chaqirganda, meningda qandaqdir bir hayajonlik bo'ldi. Sahna qadam qo'yishni oldida, "Yo'q, to'xta" dedim. Tamamen boshqacha o'zgartib, yangicha yasaganda sahnalarni. To'xta dedimda, o'zimni to'xtatib, tizimga cho'kdimda, sahnani so'ydim. Chunki bu muqaddas sahna. Biz ko'katdi xalqimizniki san'atni, bizning oldimizdagi ustozlarimiz ko'katdi. Bizdan keyingi mana kelgan hozirgi yoshlar ishlayotdi. Yoshlarga umidlarimiz albatta zo'r.
Şu yaşlar muşu sahnini muqaddas deb bilsin. Aslında sahne teatr kanunları yazılgan Stanislavski'nin kanunlarında yazılıp ötüp ketken sahne de svetoy. Hakikaten sahne muqaddas. Sahnede çıkıp her qanday gaplarni qilishga bo'lmaydi. Misal uchun bizlar o'qiyotgancha bizning ustozlarimiz deydigan sahnaga degan mundaq yo'g'on krossovka kiyib chiqmanglar. Repetis keldinglarmi yeshinib sahnaga topib chiqib bunday birindan kiyib chiqinglar. Haqiqatan men hozir krossovkalarda yo'g'on o'tiklarda bizning yoshlarimiz shaq men ketsa meni yuragim titraydi. Chunki shu sahna orqali bizniki o'sib kelayotgan bizning navri chagirlarimiz shular bizning tilimizni anglab bahramand bo'ladi. Go'zal tilimizni, bizniki tariximizni, san'atimizni, muzika nag'malarimiz bizning nima degan go'zal, nima degan dilga yetadi. Har qanday odamning dilga yetadigan nag'ma sozlar, muzika, muqomlar mana bizning xalqimizga taalluq. Yani bir narsa itib o'tib ketay. Bu endi kichik biz bir yili Germaniyada oz millatlar teatr festivalida bir Münheim degan bir kichik shaharda festivalda bo'ldik. Sahnada repetitsiya qilyapmiz. Shada Mahmud Darayev nay o'ynatdi o'zimiz spektaklda, lekin o'tirib repetisiyaning oldida nayda Uyg'urlarning hekim degan bir so'zi bor, nayda o'ynaydiganlar bor. Shuning bilan shuni chelib o'tiradi. Bolat Atabayev degan qozoqlarda nihoyat atoqli bir rejissyor bo'lgan. Keyingi vaqtlarda u Germaniyaga ketib ishildi. Shu kishi zalning kayniga o'tirib, qashab o'tirib tikka kirib, repetitsiyaga. Keyin chiqib sahnaga indaydi shu odam. Menga shu dilimda qoldi. Mana hozir deydi, bunu siz o'ynagan bunu soz, navo, nag'ma butun Uyg'ur xalqiniki dilida etalmagan ve itib o'tib ketgan dil og'riqlari, dil tarixlari Uyg'ur xalqining umuman tarixiy dardi, azobi, oqibatlari mana mushu muzik bilan deydi aniqlashga bo'ladi. Qaysi millatning so'zi degandek to'xtab bu qaysi millatning so'zi deganda Uyg'ur xalqining so'zi deb tushunishga bo'ldi. To'lqin akamning she'rlari bor. İngirip, tolğunup, kemekte soz. Ey, qaysı perişan elinin sazı sen? Dep sorup edim. Keldi bir nava. Men dili ezilgan, dili xasta, san'atga boy, ajoyib Uyg'ur degan xalqning so'ziman degandek shu vaqtda shu Mahmud Darayevning o'ynag'ini mana shu Bolat Atabayev shundoq baholarni qo'ygan. Bizning albatta hammaga ma'lum butun chet el Yevropalarda navo muqomlarda o'ynanyotdi, chet eldan biladi sozimizning boy, tilimizning boyligi. Endi men asosan aktyor bo'lgandan men albatta Uyg'ur tilimizni baholayman. Men nihoyat Uyg'ur tilimni yaxshi ko'raman. Men o'zimning tilimni shunday yaxshi ko'ramanki, Yusuf Xasxajib degan-ku, jahonda nima bor tildan qimmat. Aql ko'rki tildir, til ko'rki so'zdir degandek har bir odamning albatta bismillah deb suhbatlashib o'taganda 2-3 misro jumladan keyin bu odamning ichki holatini, ong sezimini shu til orqali, shu so'z orqali tushunishga bo'ladi deb tilimiz ajoyib go'zal. Hisoblashib kelganda, misol uchun o'zbek, qozoq, qirg'iz, Ozarbayjon tillarining ichida bizning tilimizning alohidligi bir agma, bir nozik nafisligi, bir tatlı shirin yerlari bor-da. Shunlashqa men tanlashtirman. O'zbek tilini bilaman, boshqa tillarni qulog'imga singan, lekin o'zimning tilimni ashlar bilan tanlashtirib va qanchalik bebaho, go'zal ekanligini men dilimda tushunaman va nihoyat so'yman, baholayman.
Turdibe'de jürgünüzden çıkıp etiyatkan nazik sözlerinizden anlap men fəxrləndim. Aferin sizge. Rahmet. Endi şundaqla mana özünüzni bir qısqacha tanıştırıp öttünüz. Qanday yaxşı mana bir az bulsun Turdibe'deki ömür bayanının en qısqa qır sırlarını anlap öttük. Endi sizge şundaq bir sözlen ufqum keledi ki, məli emas, köplеген tomoshabinlarmi bo'lish kerak. Teledidar oldidagi siz shu oilangiz san'atchilar oilasi bo'ldingizmi yoki o'zingizniki bir qandaqdir san'atga bo'lgan qiziqishingizdan boshlandimi? Albatta, eng avval genetika deydi u. Mening qenimda, mening opam birinchi Sovet Uyg'ur usulchisi. Öz vaqtida 39-yili Moskvada Uyg'ur shu bir Asqarjon Akbarovlar, G'ulomxon Jalilovlar shu vaqtlarda bo'lganki, ko'k kuyindaklarning qandaqdir bir ansamblniki. Shada shu Moskvada bo'lgan festivalda mening opam Stalin bilan Kalininning oldida birinchi Dil Xarija, Gulbog' va Limpada degan usullarni o'ynab, opam solировать qilib Şəhərdə laureat namlarını elib, keyin Leningradqa balet oxuşuğu basın, dəb şundaq, şu vaxtlarda yezi yerində, yezdik üskən adamlarga şubu təqdim qilish, kabluqluq tufliya təqdim qilish degan u bir ajoyib. Apam boş vaqtda şubularni təqdim qilibdi, şu festivallarda kabluq tuflilarni. Biroq qaytib kelgandiki, yezdagi ahvol, ig'irchilik, etiz eriq, angacha so'qish boshlandi. Opsi yolg'izligi, keyinda ufqlar bo'lgan, shunlashqa baramay qolgan, lekin bir umr sahni armon qilib o'tgan. Shu qinimda bo'lish kerak, shunlashqa opamning bir tal inisi Qurbonjon Abdurasulov xalq artisti. Kanis atamonlarni tushgan, Odessiyalarni o'ynagan. Apamның singlisinin oğlu Mahmud Darayev. Mana shundaq biz endi bir teatrda yat yo'qkan ku. Mahmud Darayevniki oilasida singlisi Janaram Darayeva naqshchi Orzudiki, o'g'li Umid Qasimov bizning Uyg'ur teatrining artisti. Yana bir Mahmud Darayevning singillarining bir qizi Dilnaz Amutova, Dilshod Amanboyevning ayoli Nozim Dabchi bizdeki hazır yigitlar umuman xeyli bor bizdan qon singan hammalar shu san'atchilar. Dadam bo'lsa nihoyatda bir filosofiyalik ong-sezimga kuchlik, cho'ng o'qishlarda o'qimagan bo'lsa-mu, lekin nihoyatda bir tabiiy donolik bo'ldi insonlarda, tabiiy qanaqdir bir donolik, xalqlarga maslahat beradigan, yomonlik taraflarini yaxshiga nim qiladigan ajoyib inson bo'lgan. Ajoyib inson bo'lgan. Keyin opamlar, dadamlar, keyin singillarim, inlarimni biz o'qitamiz. Oliy bilim olish kerak. Adam bo'lsa-gan oliy bilimli bo'lish kerak deb Tashkentga ko'chib ketgan, bir cho'ng akam Tashkentga ko'chib ketgan. Albatta singillarim hammasi oliy bilimli, hozir cho'ng o'qish joylarida, universitetlarda dars berdi. Opam, dadam ikkisi olamdan o'tib ketdi. Akalarim o'tib ketdi. Ha, mening yo'ldoshim bo'lsa, ash savolni qo'ysiz hozir. Mening yo'ldoshim bo'lsa Yusufjon Sadirov, Qoramda o'sib cho'ng bo'lgan. Mayada Chaikovskiy училищlarni bitagandan keyin vokalni отделение Moskvada Gnesinga vokalni отделение tushgan. Gnesinda vokalni отделение operni klassining birinchi kursini o'qigandan keyin men birinchi o'g'limni bo'shinib yolg'iz qolgan, qiyinchilik bo'lgandan keyin Meshaga Olmutning konservatoriyasiga yo'tkilib Meshada народный artist Murat Musabayevning qo'lida vokalni отделение tugatdi. Lekin o'zimizning Uyg'urlarda opera bo'lmaganlikdan Pagran universitetdagi ansambldada solist bo'lib ishlab, keyin bo'lsa ham boshqa ishlar bilan ishlab, bemezgil olamda o'tib ketdi. O'g'lim bor, qizim bor, hammasi oliy bilimlik. Bir qor o'zlarining ishlarini qilib yurmoqda. Yaxshi. Chiqib barliq hammasiga oilaviy xotirjamliklarni tilaymiz. Endi siz san'atchi oilasidan dunyoga kelibsiz. Her bir qadam basqan qadamingiz san'atda bu bir egiz cho'qqilarning belgisi, ma'nosi deb o'ylayman men.
Endi sizning sahnadagi hayotingizda eng unutulmas bir voqealar bormi? Albatta bor, albatta. Teatr degan o'lqi, tirik organizm. O'rischa deydi, живой organizm. U yerda biz kino qilib tushirib elib keyin ko'katmaydi-ku. Kunda billa bir oila gastrolda bo'lsin, uyda bo'lsin, sahnalarda bir qandaqdir cho'ng asarni, spektakl, pyesni sahnada chiqarish uchun 1 oy, 2 oy, 3 oy bo'lish kerak. Mana misol uchun dunyo dramaturgi Shekspirniki Korollarni chiqardik, Yolqinjon Shameyev rejissyorlik chiqadi. Shada Korollarni o'tib ketgan nihoyat echinarliq Muhit Izimov Korollarni o'ynadi. Men cho'ng qizni Baxtiboyeva, o'tiranchi qizni Ahmadiyeva, eng kichik qizni, asosiy buyada qizlar bo'ldi, cho'risda avlana kuyovlari, qizlari asosiy buyada shu podshohlikni boshqarib yurgan. Shu mana Korollardan chiqqan 6 oy ishildik. Shu vaqtda sahna sahna issiq bo'lmadi, o't qalmadi, buzilib ketgan, remont mayaq bengvatudi. Biz sahnada hatto shundaq shu yil sovuq bo'ldiki, qishni kuni sahnada turib chiqishning oldida biz artikulatsiya deydi. Aslında so'zlash uchun issiq ham normal bo'lish kerak-da. Shunlashqa chiqqandim, ishlamay qoldi. Soğudu, işlemez. Şunun üçün Toxtaşxan degan rahmetli bizniki butafor ishlagan do'stimiz bor. Shu do'stimiz issiq qaynoqsini ichiga qaynatib qishimiz turadi. Qaynoqsini og'zimizga ilib, merimiz tutib turadi. Hoditib, isitib. Andan chiqardik sahnaga. Mana shundaq paytlar bo'lgan. San'at uchun nimalarni qilmaydi inson? Qiyinchilik vaqtlar bo'ldi, lekin men kulkulik bir voqealarni aytib beray. Sahnada. Endi ajab repetitsiya vaqtlarda ajoyib bo'lgan ishlar. Misol uchun Rushangul Ilohonova bizning xalq artistimiz bilan 75 yoshligini Yarkatlarda yubileyni konsertlarini o'tkazib yurdik. Shuni bir yerda o'ynayapmiz. Kella qo'zg'olongadan mana uzunda o'ynayapmiz. Şunun bilen men Satqin Nisa, Ro'shandam shu Bisharat onamiz. Keyin Malvay degan o'yin qo'yyapmiz, Malvayda. Şunun bilen deydi Ro'shandam. Hey, turdi be. Hozirchi eng oxirida Dahirboda, onajon, siz zalga tushib o'tirib turing, biz sizga kichikkin bir spektakl ko'ktaydib, o hoyilda bo'lgan ashlarning oilasidagi hayot mazmunini ko'ktidi-ku. Şu vaqtda mana deydi o'zi. Turdi buvi, men hozir zalga tushib o'tirib turing degan yerda-chu. Zalga tushib, aydi, Huzurjon ketdi, Huzurjon degan endi shu Malvayning bir munavvar bir otaxoni bo'lishi kerak, uqmayman-ki. Shunlar bilan ma'qul bo'ldi. Nima dedingiz? Ha, hozir. Ha, bo'ldi, mayli, deyman. Keyin o'yin bo'lganda, onajon zalga tushib, birinchi retda Huzur akamning qishda huzurlanib o'tiring desam. Endi bu ashtaq qo'shimcha imенно papada qilish kerak. Qo'shimcha so'zlarni albatta individual ketib qoldi. Ba'zida qo'shib etamiz, zalga qarab orientatsiya qilamiz, qaysi mallida qandaq insonlar ba'zi shularni atayib etamiz, otlarini. Bu tesno общение с зрителем, tomoshabinlar bilan ildiq muomala va yaqin muomala qilish. O endi opit bilan keladigan narsa aktyorlarga bu тоже cho'ng mahorat, masterstvo bo'lib hisoblanadi. Endi qaysisini aytmay, balkim aytib qo'ysam boshqalar xafa qolmasin, uni bir o'tirib, bir choy ichgan paytda aldirmay hammalarga aytib beray. Yaxshi aytirdi bada, mana bir o'tgan voqealarni bir esga oldik. Qanday yaxshi o'tmishni eslashning o'zi bir qandaqdir bir ilhom beradi. Endi men sizniki talay rollaringizni ko'rdim. Shu rollaringiz ichida siz har qanday rolni bobiga yetkazib o'ynab chiqdingiz. Shundaq bo'lsa-mu, nimagidir menga shu killa qo'zg'olonidagi sizning Satqin buvi rolingiz ajoyib bir ta'sir qildi-da menga.
Şu yerdə siz satqın böyü olub, əndi kelirlərini bir öz ara soğuş yazdırıb qoyuyorsunuz. Ziddiyetlik Hə, əndi siz hayatda zıvandalık qılıb qoyuyorsunuz. Hayatda siz özünüz hazır qınanay. Əndi şu vaxtlarını əsləmsiz, şu vaxtlar bilan hazır tənləşdirələmsiz. Elbette tanıştırımız, lekin hazır degan zamanda başqa və hazırki yaşlarınki tələbi qandaq, ansezmi qandaq, cahanını görüş ölçəmi qandaq, bu başqa nərsələr o. Тем более bu Said Ahmed degan o'zbeklarniki ajoyib bir dramaturg bo'lgan. Bu 70-nechinchi yilda yozilib ketgan shu vaqtki o'zbek oilalarining qanonlarning bir ho'ylida bolalarni hammasini yig'ib elib bir ho'ylaga ushaq o'lani selib qishiq yig'ib elish, ondan kichkina ashlarni talab qilish, o'zining kuchini ko'kitish, deb anlarga hozir kim tinchaydi qaydi. Bo'lmaydi. Boshqacha intellektualda boshqacha. Endi keliningizmi shularni ko'rgan bo'lsa, hozir sotqin buvi bilan shu vaqtdagi endi tankash kelmaydi zamonga deysiz-ku. Zamonga kelmaydi. Durust. U gaplar hozirgi vaqtda hech bir durust kelmaydi, moslashmaydi demoqchisiz. Endi buni hayotingizga, sahna hayotiga o'taylik-da. Mana sahna hayotida sizlar birining obrazini yaratishdan burun o'zingizlarni grim qilsizlar. Mesela siz qandaqla bir rolni atqanmang shu grim qilsizlar. Shu o'zingizning tabiiy hayotingiz bilan grim qilib shu rolni obrazga yetkazib o'ynab chiqargan inson bilan ikkisini selishtirganda shuning farqini bir oz aytib o'tsangiz. Endi har qanday asarda qandaqdir bir rolni berdi, ha? Misol uchun bir qachon aytmasam bo'ladi sizga. Misol uchun oxirgi Muhit Izimov bilan bizning ishlagan uzoq yillik amerikalik dramaturg Delmarniki Adash Tishina, u yoqlar jimjit. U bo'lsa bir qeri ona bilan otiniki 5 bolasi bo'lsa-mu, oyig'ida bularning uylarini kredit to'lamay chiqib ketganda bir bolasi tuzagira kelin, mana meni uyimda tug'in demasdan oti bilan ona qizi bir opisini aketib, o'g'li dadasini aketib, keyin bular o'g'illikcha vokzallarda ko'rishib, qandaqdir bir hozirgi zamonaviy, hozir bor hamdilqi dilitosh farzandlar bor, ota-onalarni xayrlar uyga berib atgan, yordam bermaydi, hozir nurg'un. Shu mashada hamda oyanda shunglashqa ashada shu Lucia xonim degan onasini men o'ynayman. Asosiy sahnada emisham ballarım bilan men sentralniy rolda. Shada mana xalqlar menga savol qo'ygan deydi. Turbada siz qanday o'yindingiz shuni? Shundoq o'yindingizki, yig'ildik keyin bir tomoshabin shu o'yinni ko'rib yez qo'yib ketibdi nemaga. Kitob chiqargan. Fikr kitobga. Men mushu piyesni ko'rgandan keyin opam bilan dadamlar bilan bizning mundaq munosabatimiz nachar bo'lgan. Men mushu spektakldan uftur ota-onamni uyga berib hammasini uyimga ekib oldim. Shunaq ta'sir qildiki deb. Ko'rdingizmi, bir odamga demak diliga qanday mehr soldik. Men shunday javob berdimki, "Ukam, singlim, men o'ynamadim. O'ynash degan qandaqdir bir parodiya birdan. Men o'ynamadim, men shada hayot kechirdim. 3 soat shu Lucia'niki hayotini tan kechirdim. Agarda men o'ynab ko'katgan bo'lsam, u undaq samimiy, искренне bo'lmadi. Uning xalq ancha men ishinib, meni bilan tan yig'ilmadi sahnada. Deb shunday javoblarni bermay haqiqatan o'ynash degan boshqa cho'kinish shu asardagi shu rol, shu obraz bilan billa shu kishi bilan hayot kechirish, shu spektakldan keyin 2-3 kun men hoshimga aran kelmay. Spektakldan keyin hech kimda gap qilmay, deyman, usluq borma, yana o'ylaysa, ayirda so'zni daqda qo'ydimmikin, mun monologida endi qo'ydimkin. Yomon yig'lab yetib qoldim. Maydi manda har qanday ashta
fikirler yani oyundan keyimi aram vermeydim. Bu ne mana yani şu Stanislavski'nin sistemisi de aktör aşağıdan buluş gerek. Oynap oldum, ben oynap oldum dep. Ündeş belgisini koydum dep maqtanması gerek. Yani neçe vakit, neçe zaman qandaq oynayımken dep özünü azap bilem. Qandaqdı bir oylanış, tolğunuşlar bilen жүрüş gerek. Yürek dili bilen oynagan oyun adamның жүрегиге yetidi demeksiniz ғой. Şundaq. Şundaq endi rahmet. Şunlaşqı yürekle ağrıqçan, əkslərniki. Şu qanaqımız bu diye hayat sizlerning tanlavaga yo'linglar endi san'at bo'lgandan keyin kasbimiz. Şunun hamisiga bardoshlik berib kelyapsizlar. Endi turdi buvada shundaq bir sahna to'g'risida yana bir oz so'rasam degan. Siz umrboyat hayotingizni sahnaga bag'ishlab, xalqimizning mushu bebaho hududdan chiqib kelyapsiz. Qilgan emgigingiz intayin cho'nqur. Endi sahnadan hurmatli dam olishda yurayotgan bo'lsingizmi? Ba'zan sahnaning purug'i odamning dilimga kelib turdi. Şu sahne puruğu deganning tushunishni har kim har turli tushundi. Sahne puruğini deganni faqat san'at odamlari tushundi. Sirtqi odamlarga uni tushunish tez, bayqashma tez. Şu sahne puruğu deganni menga bir oz yetkazib bersangiz. Elbette. Bu onun için his qilish kerak u prosesni. His qilish. Men onu söz bilen tushuntirib aytolmayman. Har holda qarang sahne biz bilishlaymiz-ku. Bilishlaymiz. U har bir odamning purug'i emas. Mening chechib kelgan bugungi do'kiramning purug'i emas u. U umuman shu san'atda bo'layotgan san'atimizniki. Shu jug'urilayotgan, shada qiynalayotgan, şədə oynayatqan, bəzide şunun bir nimisini tapqan, xoşallıq, şu həmmə energetika jığılğan bir duh. Ruh o bir duh. Mana şu duh, misal üçün sahne içilğan çağda, şu seziliş gerek haqqı. Energetika bizning sahne birinci içilğanda, spektakl başlanğanda, şu bizning artistlərin həmmimizning şu bo'layotgan, şu gün bo'lgan spektaklning duhi birdən maşallah. Muzika ona yardım berdi, leitmotivlar, ona yardım berdi, aktyorlarning chiqib kelishi, grim qilishi, kiyinishi, klassik bo'lsa klassik kiyingani, современный bu современный kiyinganlarimiz shu. O bir duh, ona his kerak, ona sezish kerak, yana vücut, yana yurak. Mana mushu hamsi sahna. Lekin biz men kichik chog'larimda 6-7 yoshli chog'larimizda bizni Aqsularga artistlar keladi. Mana men shu vaqtlarda ko'rgan o'yinlarim bor edi. Anarxon, G'arbsanam, Nurxon degan bu 3 buyuk sahnamizning boshqa oltin harflar yozilib ketgan. O'z vaqtida men degan bizni ustozlarimiz o'ynab ketgan spektakllar bo'lganda, overtür o'ynab, muzik o'ynab bo'lgan sahna asla ichilgan chog'da parda. Qandaqdir bir şirin pıraq keladi. Qo'yilgan projektorlar, kiyingan kiyimlar, qilgan grimlar, artistlarning qarash. Qandaqdir bir hozir aytolmayman, u atir purog'i emas, u san'at purog'i, u vücut, u dil, u yurak, u go'zallik, u hissiyot, u bebaho. Hissiyatlarni tushuntirmak qiyin deysiz, hissiyotni tushuntirmak qiyin. Endi sizningki mushu san'atdagi ijodiy utuqlaringiz haqida bilgimiz kelib turdi. Bilamsiz, men utuq falan utuq bo'ldi, usta utuq bo'ldi, maqtanligim kelmaydi. Lekin billa utuqlanib, nishonlanib, mukofotlanib, billa kollektivim bilan artistlerim bilan sahnada Vengriyada, şu Germaniyada, Kenyan Vengriyalarda folklorlik bo'lib bo'lganda, şəhərdə köketken bizning atrifkalarımız, etizlik, anazımın sədəbində bütün uyg'urni etizli ishlab, husulni təgəndən başlab buğdayının üsüb çıxıb, keyin onu o'rib, un qilib,
non yıkıp nallarını biz xalqqa taqitish, şunun orasida hammasi shu plastika Uyg'ur usuli bilan, beytlar bilan, so'zlar bilan, naqshlar bilan shuni hammasini ifoda qilamiz. Shu vaqtlar mana shu hatto boshqa ellardagi shu boshqa millatlarning diliga non kimning diliga yetmaydi? Non iymon degan ulug' narsa. Şunlaşqa biz şədə diplomatlar bo'lib keldik. O bir utuqlar. Ondan keyin mening utuğum şan şöhratlik manga Ministerstvo kulturning kelib, orden taqab, medal taqab, men uni talab qilmadim. O'sha vaqtda mening utuğum. Men bugun sahnada chiqib, hatto konsert bo'lsin, riyosatchilik qilayotgan paytlarimda yoki o'ynayotgan paytlarimda bir aytgan 2-3 qur so'zimni xalq tomoshabin o'ziga qabul qilatamdi. Qabul qilgandan keyin alqishi shu meniki alqishim. Shu meniki utuğum deb shu hisoblayman. Amanda hemisham kutish bunmenda bo'lmagan. Undaqlar bo'lsa şan şöhret kütüş, tacı taxşı kütüş o bo'lmaydi. Siz demakchi, agar bunu xalq o'tagan tomoshabin sizning o'ynagan ijodingizni, rolingizni qabul qilsa, shu sizning uchun cho'ng bir utuq. Shundaqmi? Shu bani qabul qilish, shularni tinig'i keyin turdi be. O'ynab qo'ydimda. Turdi be, buni qurni ajoyib etib qo'ydimda degan so'zi Çavak çipkes undum yaxşı. Undaq nurgun bo'lgan. Bo'libmi Dolqin akamning she'rlarini o'qiganda, sahnlarda, ko'ni g'azallarni o'qiganda, Navoiyniki bir kuni falonchi yilligini o'tkazyapmiz. O'sha bir 5-6 yil burun. Sahnada Navoiyning Nuralin Varisov o'ynayotdi. Men Gulbahor Nasirova ikkimiz riyosatchilik ko'rs chiqib yetkazib berguvchi so'zlashadi. Çıkıp men aytgan so'zim bada Tarihi Rashidlik kitobida yozilgan ma'lumotlar qaraganda Ashir Navoiyning dodisi G'iyosiddin kichik bu nimishki degan so'z, chunki bo'yi chug'i kichik bo'lgan odam ekan. G'iyosiddin kichik degan odam o'zi Uyg'ur farzandi bo'lgan ekan desam, chavat. Mana bu mening so'zim emas, Tarihi Rashidniki. Ya'ni shuni yetkazish uchun yetkizganim uchun shu alqishlar bo'lgan. Undaq nurg'un Dolqin akamning she'rlarida men Uyg'urman o'qigan paytlarda men o'zimmi shu she'r o'qiyotman deb daxili bir oddiy xushahmor sifatida o'qimayman. Tam vujud, tam dil, ruh, ilhom, tarixim, tilim, xalqim hammasi yashagan. Bir Mavjud. Yaxshi. Bir kuy ingraydi, dil torimdi, ingraydi har jonni qilib mahliyo, lekin bo'lmas hargiz ado. Taqdirga bosh aytgan chog'da jim shu sada visol uchun qilur iltijo. Felak qoldi jon, sit ko'ngil armon, jonim qo'ydisan, ishq ora bo'ldim zafar, arslonim qo'ydosan. Ayrılıp gülden yüzümden buldu ahvalim harap, gül yüzlük perhadi behram, sahip hranım orada sen, felek. Endi Turdibada shundaq bir teatr haqida men yana bir ozroq sizdan bilgim keladi. Mali emas, menimcha bo'lsa, shu xalqimizma shuni tushunsa deyman. Teatr kim asqishdan boshlandi deb aytamiz-ku. Teatr начинается с вешалки deb qo'yamiz ruscha. Endi shu teatrni nima uchun mana shu bismillah deb bo'suq otlab kirganda kiyimimizni yeyishimizda kiramiz.
Nima uchun shundoq deb atab qo'ygan? Nima uchun teatr kiyim olishdan boshlandi degan. U shu sistemalarda bor teatrning. Teatr начинается с вешалки. Bizcha teatr kiyim asquvchidan boshlandi. U boy aytib ketdim, bu sahnada krossovkalar yurish. Mana biz endi mana aytganda biz artistlar kirdikmi teatrga? Assalomu alaykum, bismillahirrohmanirrohim. Kirimizmi? Darhol talada kiyib kirgan bunlarni yeshib, qo'l qo'yib, sahnada repetitsiyada ketadigan popishlarimiz bor. Tapichkalar bor, hozir bunday lepis tuflilar bor. U shuning bilan sahnada shunaqa chiroyli. Üzerine kiyimler emas. Kiyingin lekin oyoq kiyiming pokiz bo'lsin. Ya'ni muxlislar uchun, tomoshabinlar uchun. Taladan bular kirib keldik, teatrga keldik, o'ynaymiz, hozir ko'ramiz, qani ham ko'ramiz ekan. Teatrning ichiga kirgandilar. Teatrning ichida bir qandoq degani bir duh bor. Asta kiyimlarni yeshyapti, garderobga o'tkazyapti. Qish kuni bo'lsa oyoqlarini yeshdi, o'tkazdi. Shu mal, shu daqiqa bir-bizlar shopitlan gap qilishga boshlaydi. Shavak, o'tiraylik, oyoqqa boraylik. Ya bizda o'rnimiz boshqa. Bu nima? U madaniyatning boshlashi. Birinchi qadamdan teatr madaniyatining boshlashi, mana shunglashqa birinchi qadam teatr начинается с вешалки. Yaxshi. Albatta bizning xalqimiz madaniyatlik bo'lg'ashqa bismillah deb kirgandan shu teatrniki zallardimi bizningki xalq artistlarimizning rasmlari isig'liq, o'ynagan obrazlari yorliq hammasi turgan kiyimlargacha hatto isig'liqlar shunga qarab o'zlari ruhoniy oziqni shu kirishdan boshlaydi demoqchisiz-ku. Rahmat, Turdibeda, rahmat. Turdibeda, hozirgi zamonda mana zamonga loyiqmi balki bilmadim. Sizlarning bunu родители, ata-onalar degan Alimjon Zulfiqarovning klipidan keyin ko'pning ko'z qarashi ota-onaga bo'lgan o'zgardi. Endi shu yerda mana hozirgi bolalar balki kuyovning besimimi yoki kelinning besimidimi ota-onalarni boqamaydigan qiyirlar uylarga to'l o'tkazadigan bo'lib qoldi. Endi bizning millatda o kamdan kam yo'qning o'rnida desam bo'ladi, lekin har holda shundoq hayat bo'lgandiki, ömür bo'lgandiki, shunday voqealar uchrashib turadi ekan. Mana shu klipingiz siz Alimjon aka Aysayev bilan shunday biringlar ota, biringlar ona bo'lib tushibsizlar. Shu klipinglar ko'pning yuragini o'yg'atdi, tavratdi deb o'ylayman. Shu klipni qachon, qanday holatlarda kimningki ideyasi bilan tushadinglar? Bu shu Alimjon Zulfiqarov naqshchi yigitniki özünün ideyası bo'lishi kerak. Ya da söz so'rab ulguramdim. Men u bolani hatto даже ko'rmagan. Shayga chaqirdi, eshak kelganda keldilar shu Avat degan yezda. Bir kona uyga keldik. Shuning bilan men dedim, bir ishga naqshingizni tinglab yetay to'xtab turib. O'rishga tinglab ko'rganda keyin Alimjon ishimiz dedi, qara Alimjon. Bu ota bilan onani madhilash. Otaning uyda bo'lgan shu kichik bolaniki humri, aka ufka, ishki akufga. Bularning bir-birisi bo'lgan muhabbati, qandaqdir bir innoq, illiq, samimiy, bir-birini nihoyat hurmat, intizom bilan yaxshi ko'radigan otani o'ynaylik. Bolalarga qarab, ko'zlariga qarab to'ymaydigan otalar, bolalarimizni to'ymaydigan otalar bormi? Shunday bir otalik bilan o'ynab beraylik. Har qanday bir jirik, qattiq sho'x bir qilgan qilmaylik dedikda, shadla bir dubl o'ynab ketdik. Chunki naqsha o'zi shunaqa bizni da'vat qilib turdi. Shunlashqa Alimjon o'zima kutmagan bo'lish kerak. Har holda biz endi professional bo'lgandan keyin bir dubldan o'ynab etdik. Shu yerda meni o'g'lim Ruslanma o'ynab qoldi, tasaddufi berib qishimga. Mana jiroqda har bir inson kuchum qanot qushqu o'zining ulgusida cho'ng bo'ladi, ondan keyin uchib ketib o'zining denini o'zi deb yeyish kerak. İnsanlar ömrüm shundoq, bolalar uchib ketgan. Jiroqlarda biri o'qiydi, biri ishlaydi. Lekin ana o'chig'i o'sgan o'zining ota-ona bilan o'sgan o'zining uyi hamisha tatib turdi. Yana bu bolalarda qanchalik mehr borligini ko'ramsiz mana.
грузовой машиналар түшіп, соғылада ананы көріш үшін әші үйге интіліду, жүгірейді, келіду. Anısıniki şədə dedi də mənə rejissor şu düşəgən bala. Məyədə adısı ağrı qaldı. Lekin deydi, telefon qılışqa həm qoqvatsız, balalarınızın könlünü ağrıtmaşqa tırşıvatsız, işkilinib. Qılay mı telefon, qamay mı? Ulanın könlünü ağrıtay mı? Dadısını ağrıvat qalığını. Şədə nəhaydı qilinib, oturup, hər halda qıb qoyuş gerek. Dəb, şöyle oturup qilanğan yerlerini oynab köketdi. Endi agar da xalqning ko'ngilida chiqqan bo'lsam, baxtliman. Şu Alımcan'ın şu fikirleriga rahmet etimiz, teşekkürlerimizni bildirip koyun şu Alımcan'a. Alımcan Zulfiqarov. Alımcan Zulfiqarov. Yani şundaq köp naqshlarni yezing, hem etding. Biz hemişem sizga yordam berish, siz bilan birga ishlashga biz tayyor hem qoyilmiz. Ağlınız kız Alımcan. Endi nima turdi bede? Mana shunchalik bir ilhomlanib so'zlaysiz. Bizning yuraklarimizni o'yg'itib, shu har bir aytgan so'zingiz menga shunchalik baxtli xush qilyotdi-da. Zo'qlanib o'tirib tinchsam tinchligim kelyotdi. Sababi buning hammasi ishki yurak qatnomlaridan chiqyotdi-da sizniki. Endi sizni men G'azalxon tarafdan yaxshi bilaman. Sizni G'azalxon ayol hadimiz shundoq bir baxtli chiroyli o'qiysiz g'azallarni. Şu g'azallarni sizga o'qitishda o'zingizdan bir ilhomlanib, o'zingiz zo'qlanib o'qiganmisiz shuni? Albatta. Poeziya degan bu boshqa jahon, bu boshqa gulshan. Poeziya u boshqa bir g'oya, tog'. Uning etizidagi gullar. Poeziya demişəm, gözəlliklə emas təsvir qilish. Poeziya dildagi hasrat, oqibat, dildagi orzu mudoyim murodlari, orzu armonlari kelajakda. Albatta, sevish, ishq o'tlari, suyunish, seg'inish, umuman nurg'un iboralar bu yerga mavjud. Her qanday she'rni yoki g'azalni dil bilan o'qimasangiz, endi men aytib ketman, hemisham pionerlar bugun mana yangi yilda yangi kun deb aytgan she'rlar bo'lmagandan keyin buni deklamatsiya deydi. Bu yerga albatta birinchidan shu yozgan she'rni, shu g'azalni yozgan adibning, misol uchun navbatini g'azalni o'qisam, qandaq inson bo'lgan ekan navbat? Qandaq odam bo'lgan ekan? Nimishki shuni yozgan ekan? Kimga g'oshiq bo'lgan? Yoki Navoiy. Men nurg'un Navoiy to'g'riliq, Navoiyavet, Navoiyshunoslarniki narsani o'qidim, yozgan. Ular aytadiki, Navoiy gulüm, nigorim, dilbar, ishq degan so'zlarni nurg'un qo'llanganda iboralarni, u burundatika, u bir gulüm degan qizga oshiq bo'lgandi. Yo'q. Keyin shuni bildiki, uchun nimalar? Tilshunos olimlar, adabiyot, filologlar, o'zbeklarni bizning uyg'urlar. Undaq emasga, u umuman nigor, umuman oshiq. Ya'ni nurg'un Allohga iltijo qilgan. Alloh Rabbimga. Şu Navoiyni ashtab bildik ekan, nurg'un so'zlari Allohga ijod qilgan ekan. Misol uchun, ig'ir ahvollar tushib qolganda Navoiy, mana hozir zamon bo'yatdi qarang, koronavirus, karantin, bir-birisi bilan ko'rishmaymiz. Telefon orqali gap qilib qo'yamiz, urug' tuqqanlar, do'st birodarlar o'tirib burunqidek mungdishish, chiroyli kulishish,
o'tirishlar, çaylar yo'qolib ketdi. Mana mushu emasmi qanchaqda bir judolik kelyotdi. Judolik keldi, ishqilchi bo'lay dedi. Mana shundaq paytlar bo'lgan shularda men ko'rmagan hech kimni, kimnidir birini ko'gisi kelgan, shu armon qilgan kishisi ahvol so'ramagan. Şonlaşqa Navoiy buni qurlan etib ketganki, ko'rib dardim tarahhum qilmading hech. To'kib oshi kim bir takallum qilmading hech. Firoqing ichi o'tira kecha kunduz pig'on chakdimu kelib dardim tabassum qilmading hech. Günümüzde qanchalik orzu ko'rish, kasgan, mungdashsaqkan degan mana qanchalik orzu armonlanmış qurlardan bilgin bo'ldi. Bunda qurlar nurg'un Navoiyniki amdi qurlari ey sabo degan she'r g'azali. Ey sabo bergin salomimni ko'z yosh shiddatlarim gul bergiga et. Nemi degan mana hattoki meni yiqayotgan ko'z yoshlarimniki to'kilgan yoshlar shabnam bo'lib gulning nimasi to'kilib shularni ko'rsin demoqchi meni bilguvchi insonlar. Meni ahvolimni bilguvchi zot bormi? Ko'rib dardim tarahhum etguchi zot bormi? Deganda azobga dil azoblarida yozilgan narsalar. Uni endi oddiy mundaq o'qishga bo'lmaydi. Shuning uchun tushunib Navoiy qayda tug'ilgan. Keyin Samarqandga nima chiqib kelib, u yerda o'rdalarda ishlarning xatchisi ham shoiri bo'lgan. Keyin yana nemishki Herot shahriga qaytib ketgan. Endi ishlarni o'qiyman, izdinaman, to'lg'inaman. Aripovniki, Abdulla Aripov o'zbek shoiriniki bir she'ri bor. Hajab qandoq inson bo'lgan ekan Alisherning onasi. Belki u uyquga bedar etib bergandir bolasiga cho'chaklar. Belki u sahar berib dalodin terib kelgandir chechaklar. Deb nurg'un endi uni oyog'i sizning vaqtingiz yetmaydi. To'xtash mana qanaqa o'ylandirdi. Qandaq inson bu, qandaq oni tuqqankin shu Alisher Navoiyni. Qandaq oni tuqqaniki navbatini Abdurim Nizorini, Lutfulini. Lutful Mutalibni qanday qanday ekan. 25 yashida jannat qurbon qilgan. Mana mush o'ylarni o'ylab, shularning hasratlari, shularniki dard ahvollarini cho'kinib, shuning bilan buni adiblarning qog'oz betiga tushirib qo'ygan shu qurlari bu oddiy qurlar emas. Buni agar o'qisangiz jon kiradi, qon dersiz. Men Dolqin rakam rahmatli degan Dolqin yozdi. Biz yez qo'ymizga qalamning uchi bilan, jon bilan qonni kirgizadigan o'qirman. Siz kirgizsizga turdi degan endi olqishchilar gaplarni qilgan. Mana shunday qishlar. Yaxshi turdi dedim. Shu shunday aytgan mehr so'zlaringizga cheksiz minnatdorman. Siz mana hayotning kemisida sahnani qiymasdan mushu kamicha izlanishda bo'lib, sahna kemisida tex tushmabsiz. Ilohim shu kemilarda menga uzib yuring. Xiyoli bo'lsinmi, amaliyotda bo'lsinmi, ishqi shu kemida qiling. Aziz ko'rarmanlar, turdi bedem mana sahnada o'yin o'ynab, tamash qilib, xalqning ko'nglidan chiqib, olqishlarga xush bo'lib yurgan inson emas. Turdi bedemmi biz o'xshash onalardan dunyoga kelgan inson. Mana pat yaqinda Sanza 2018 musobaqasida Dolan kafesida o'tkazilgan musobaqada turdi bedem bizga sheda juri a'zosi bo'lib qatnashib berdi. Biz qanday urf-odatlarimizni yo'qotishimiz kerak, qanday urf-odatlarimizni qoldirishimiz kerak. Qanday Uyg'ur ayollari bizning milliy taomlarimiz bilan rasm qaydlarimizni unutmishi kerak. Shuning uchun oldimizdan nihoyatda cho'ng ishlarga qatnashib berishingizni so'raymiz.
insan sahne adamları fakat sahneleri görüp emas, hayatta her qandaq narsalar bilan duş keldi. Hayatdagi. Şu ömrüңләрдә mana sizlar biz o'xshashli tamoq yetib, choy yetib, to'y to'kun nazar chiroqlarni berib, musibat ishlarga qatnashib kelayotgan insonlar sizlarni. Xalqimizda tangtush bir yerda sap ketib qolgan. Endi mana Turdibadan shu 18'dagi bo'lgan kichikgina qisqacha o'ziniki olgan ta'sirotlardan aytib bersa. Albatta, ajoyib qiziq bo'ldi. Ya'ni demoqchimanki, bizniki urf odatga bosh etib ketdim, naqsh soz, muqom, tarix, adabiyot hammaga boy xalqimda, ya'ni qandaqdir hayotida, turmushda dasturxonni bezallash, dasturxonga go'zal zinat kirgizish bu nihoyatda biz mohirlik bizning xalqimizda va uning qo'ldan kelmaydigan Uyg'urimiz bo'lmas kerak. Mana shu kuni eşek şu musobaqa bağınımda men ömrümde kömegen, hem sağızlarının bir küçtürünü bilemiz o, özümüz sağan öz vaxtlarda hazır teyya setip alımız o. Şöyle men türlük, kançı 15 türlük mü? 15 türlük sağızındaki türktür, şekli, formu taraflardan alahidliğini hayran kaldım. Mana menin halkım, neme degen baylık bu. Mana bu neme degen fantaziya öylep çıkırış ayallarımızdan, Uygur ayal məzlumlarımızdan neme degen kolu çever dep hayran kaldım. Mana muşu hiç ayamlar, her qandaq meyramlardaki dasturxonga chiroyli zinatlik qo'yilgan birinchi dasturxonning zinati non deydi Uyg'urlar. Endi shu hiç ayamlarda qo'yilgan sağızlar, her qandaq sağızlar. Mana bu saxin dasturxonning zinati, lekin mana shada puroq, hid Uyg'urlarning hidi mana. Shada shu sağızlardan. Ondan keyin şu mening apam biz kichik vaqtlarda ta'limdan, piyozdan, qatlamadan, piyozdan shuni ko'p solatdi. Agar men maktabdan kelatsam, bir ko'ch qolgan chaqda bizning ko'ch hovli tarafdan shu piyoz bilan moyniki ta'limdan pishayotgan puruq keladi. Ana shu puroqlar meni shu hit oyimlarda sangizlar asli tutdi. O puroq mening bilan tug'ildi, mening bilan jug'urildi. Ve mening balalarımga, bizning kelajak avlodlarimizga miras bo'lib qoldi deysiz. Bu endi hayotning bir qirlari, go'zal qirlari. Illiq, samimiy, ona otalar bilan tuqqan qo'mi qarindosh do'stlar bilan bir dasturxonda o'tiradigan bir chog' daqiqalar, unutilmas daqiqalar deb o'ylayman. Shuning uchun men shuning bilan shu song'izlarimiz bilan faxrlanaman. Rahmat, rahmat. Mana shu yerdamiz siz her bir hanım kızınki emgigini bahalap, yuqori derecelerini şulağa, orunlağa bölüp yetkizip berdinglar. Şu hanım kızlarımız sizden müşküngiçe minnetdar. Şularniki samimiy salımını sizlarga yo'llab qo'yaylik. Rahmat, aman bo'linglar. Qani anda bo'lsa o'zingizning ishingizda qolgan, shu etib ketay degan yana bir etib ketay. Bir amma o'qay. Meyde, bir obrazdan oynayıp veremeyim, partnerlerim yok. Monolog okusam uzak, vaxtınlar yok. Şunlaşqa, baymen Lutful Mütalip dep itip kettim bu. Bir amma şu Mütalip Lutful'niki lötön dedikken onu ekiltip. Şunun hayatı, şunun vücudu, şunun arzu mudaları benim dilimden vücudu. Şu Lutful Mütalip şunda qisqa müddet hayotıda bunu qurulan yezgitga qarang. Bu bosma Navoiyga taalluq. Qo'y, bu uzoqmi oyig'ini o'qib berayim. Qo'y shoir, jo'lma, so'zlama yo'qqa. Navoiy ko'milgan emas to'proqqa. Yuragi olamda patmaydi lahatga, ruhi yo'lanmaydi samoga ahadga. Onun mazarını her bir varoqdan izda. Gümbez qabrini her misrodin izda. O ijod daryosiga cho'milgan, o her misro tuviga ko'milgan.
Va bunda Lutful Mutalibniki Tasiratim degan she'rlar to'plamidagi qurlar shuni men o'zim yaxshi ko'raman. Endi klassikaga o'tsak, mumtaza g'azallarimizdan. Men Zalili, Navbati, Abdurrahim Nizori, Bilal Nozim, Harqiti, G'aribi, nurg'ungu bizda. Navoiy, Mashrab, Lutfi, Sakoki degan bizniki adiblarimiz shularning ichida bugun o'sha yerda to'g'ri ko'rdimki, Navbatining bir g'azalini o'zim yaxshi ko'raman bu g'azalni. Yaxshi. Dilbirim, jahonda sendek hech kim ra'no emas. Furqatingda hech kim sana mendek shaydo emas. Husni bog'ida ko'rmadim seningdek ey nozining, labing kulgan g'unchaki hech gul andoq ra'no emas. Bulbuli bechora ko'nglim gul yuzingning shafqidan zor yig'lab istarman u bir guli paydo emas. Labingdan bir g'uncha bar bo'lg'ay jamoling sadiqsi, uning uchun husni bog'ida kemib qolar lola emas. Behida ömrüm ötüpdur, körmüdüm yordun vafo, navbatidek bu jahonda hech kim ondoq rasvo emas. Diqqatingizga rahmat. Alqışdan başqa sizga aytarliq so'zimmi yo'q. Ishqib salomatlik sizga, bugungi har qanday qimmat vaqtingizni bo'lib kelganingiz uchun cho'ngdan cho'ng rahmat aytaman. Ijodiy utuqlarni tilayman sizga. Siz ijodkor, san'atkor odam bo'lgandiki, sizlarga faqat ijodiy utuqlar yor bo'lsin. Aziz ko'rarmanlar, Qadam studiyasida Miros Anlar jamiyatining bugungi ko'rsatishi oyoqlashdi. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'laylik.